Nima uchun ko'z yoshining suvi sho'r, og'izning suvi shirin, quloqning suvi esa achchiq ekanini bilasizmi? Alloh quloqning suvini o'ta achchiq qilishidagi hikmat shuki, hasharot yoki kurt qumursqa quloqqa kirib ketsa, achchiq suv ularni o'ldirar ekan. Quloqning suvi shirin bo'lsa, uxlaganimizda hasharotlar kirib ketishi mumkin edi. Ko'z yoshining sho'r bo'lishi ko'zning muhofazasi uchun ekan. Ko'zning yog'i buzilishga moyilroq bo'lgani uchun bu suvning sho'rligi ko'zni himoya qilib turar ekan. Og'iz suvining shirin bo'lishi ta'mlarni qanday bo'lsa, shundayligicha his qilish uchun ekan. Agar bu suvning mazasi boshqacha bo'lsa, dunyodagi barcha ta'mlar o'zgarib ketgan bo'lar edi. Har bir narsaga qodir, g'ayblarni biluvchi Alloh pokdir. Ushbu to'plamni bepulga yutib olishni xohlaysizmi? Shartlari juda oddiy. Like bosing, bizga obuna bo'ling va izohda kitob so'zini yozib qoldiring. Ertaga 16-iyul soat 20:00 da izohlardan g'olibni aniqlaymiz. Yaqinlaringizga yuborib qo'yishni unutmang.